Anori donayu dona, qadrli otayu onam, topilmaydi. Yana anor yeyapsizmi? Yeyotgan narsam sen o'tiribsanmi? Anor yeyman-de. Sen buni foydasini bilganingda edi, sen ham yeyotgan bo'larding. Buni foydasi bormi anorni? Sen bilasanmi buni foydasini? Siz bilasizmi anor foydasini? Bu mevani 7 ta foydasi haqida sizga gapirib beraman. Oxirgisi eng qizig'i, eshiting. Birinchisi, bunda temir moddasi juda ham ko'p bo'lgani uchun kam qonliga yordam beradi, ayniqsa anemiyaga. Ikkinchisi, immunitetni ko'tarib beradi. Uchinchisi, qon bosimini me'yorlashtirib beradi. Ya'ni qon bosimi oshadigan odamlarga anor ko'p iste'mol qilsa, anor qon bosimini me'yorlashtirib beradi. To'rtinchisi, hazm sistemani yaxshilab beradi. Ya'ni yeyotgan ovqatingizni hazmini tez so'rilishiga yordam beradi. Beshinchisi, terini yoshartirar ekan. Bu teringizni har doim yosh, elastikniy, tarang bo'lib turishiga yordam beradi. Oltinchisi, badandagi har xil yallig'lanishlarni oldini olishga juda ham katta yordami bo'ladi. Yettinchisi, eng muhimi, prostata yoki ko'krak bezi saratonini xavfini kamaytirar ekan. Hozirgi kunda rak kasalligi juda ham ommalashib boryapti, ya'ni ko'payib ketyapti. Lekin anor sokini doimiy ravishda ichib yurgan odamlarda bunga moyilligi ancha kamayar ekan. Bir kunlik normasi 2-3 ta anorga teng bo'lar ekan, yoki anorni o'zini yeyolmasangiz, unda uni sok ko'rinishiga keltirib ichsangiz bo'lar ekan. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.